Frunze massivning eng zo'r lokatsiyasidan uy sotuvga chiqmoqda. Kiev universiteti yaqinida joylashgan uylarda birinchi qavatidan bir xonali tayyor kvartira sotuvga chiqmoqda. Lokatsiya juda ham zo'r. To'g'rida Olimpiya kollej ko'rinib turibdi. Yo'lda bo'lgan bir qadam, tashqarida parkovkalari bor. Videoni oxirigacha ko'ring, uyni olib ko'rsatamiz. Birinchi qavatda bir xonali kvartira juda ham qulay bo'lgan lokatsiyada. Ko'rishingiz mumkin holatlari juda ham yaxshi holatda. Kirib yashashga tayyor, umuman rasvod qilmaysiz. Yangi remontdan chiqarilgan kvartira. Yumshoq mebellar qo'yib qo'yishgan, romlar, akfa romlarda gilam pardalari ham o'rnatilgan. Umuman kam chiqim, bechiqim kvartira. Kirasiz, yashaysiz degan xonasi. Ijara qo'yaman desangiz ham zo'r variant. Tashqaridan kirish qismi koridor, bu yerda umumiy sanuzeli. Ko'rishingiz mumkin, arizdan o'rnatilgan, holatlari juda ham yaxshi holatda. Kiev universiteti yaqinida joylashgan. Ijara qo'yaman desangiz ham yaxshi variant, yashayman desangiz ham zo'r variant. Bu oshxonasi, oshxona jihozlari qoldiriladi. Holatlari yaxshi holatda. Do'stlar, uyni qisqasi tanishtirib o'tdik. Kiev universiteti yaqinida to'rtqavatli birinchi qavatli bir xonali kvartira kirib yashashga tayyor holatda. Narxi esa $21,500. Albatta ozroq kamroq, qiziqqanlar o'z quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlarga bundan ham zo'rlarni davom etamiz.